obunachiga akalarimizga, bundan tashqari padarka, singlingizga, opangizga padarka qilsangiz ham bo'ladi. Narxi ham bunaqa qimmat emas. Hozirgi momentda kamida 3000-4000 dollar bunga aksiya ketyapti ekan. Oliygoh mijozlarimiz videoni ko'rasizlar degan umidda. Nima deysiz Alijon? Xudo xolasa. Eng qiziq aka, ana boy akalarimiz bo'ladi, hoji akalarimiz. Hoji dodalarimizga olib berishadigan bo'lsa, shahardan kichkina ko'chaga, do'konga, magazinga borib kelgan juda ham optimal variantda. Mashinani ko'ryapsiz, ichki tomondan keng bemalol o'tirasiz. Mana gazet ko'ryapsiz, avtomat korobka. Ham yurasiz. 300 kilometr yuradigan mashinani qayerdan topasiz? Bundan buyoqqa o'zi qish kelyapti. Qishda bilasizlar baribir. Undan tayyor mana sizlarga komfort xohlaganlarga tayyor konditsioneri bor, pechkasi bor, avtomat korobka, USB portlari bor, monitori bor. Hamma ishlasangiz bo'ladi. Teng bo'lib 3 kishi haydasangiz bo'ladi. Ya'ni 5 kishi ketsa bo'ladi, bemalol. Bemalol aka. Yandex akalarimiz bormidi? Yandex'ni yaxshi zo'rda aka. Yandex kuni yuraveradi. Ya'ni qishda issiq sovuqlar bor, bu fasllarimizni shunga qarab turib har xil holatda yuradi. Spokon yuradigan odam bemalol 300 gacha bemalol yursa bo'ladi. qarang, bu hozir qish kunida aytadi, bu sen aytib turgan 300-400 kilometr yuradigan mashinalaring 100 kilometr ham yurmaydi degan savollar kelib qoladi. Yo'q aka, 100% bu mashina eng ko'p sotilgan mashina bo'ladi O'zbekiston bozorida. 20 mingdan ziyod sotiladi O'zbekiston bozorida. Qayerda ko'rsangiz ko'p ko'rasiz, aynan mana shu mashinani. Sababi puliga, stoyid, arzon. Ya'ni Spagozda minilganlar gidibda 8000-9000 ga yaxshi sostavini olasiz. Va aka narxini real boshdan aytamiz, 12700 dollar. Shot spravka 1 yil garantiyasini chiqarib beramiz. 12700 ga xolos Series bank olsa narx holatda. Farqi yo'q bizga. To'lov qilib berishadi, garantiyali holatda chiqarib beramiz. Shuncha 12700 dollar skidka beryapmiz. Bu 13500 dollar sotilgan.